3. Bob. Kuz paslining dastlabki mezgilida İsraillar o'z yurtlariga o'rinlashib bo'lgandan keyin ular bir niyat, bir maqsadda Yerusalimga jam bo'ldi. Yozadaqning o'g'li Yeshua bilan uning xizmatdosh ruhoniylari va Shealtielning o'g'li Zerubbabel bilan uning tuqqanlari İsraillar e'tiqod qilib kelgan Xudoning qurbonlik supisini yasashga boshladi. Ular uni Xudoning yaqin odami Musa payg'ambarga tushirilgan Tavrat qonunidagi yo'l yo'riqlarga binoan ko'ydirma qurbonlik qilish o'rni maqsadida soldi. Ular yerlik xalqdan qo'rqisimi, yanala qurbonlik supisini asli o'rniga qaytadan qurib chiqdi. Shuningdan keyin ular saharlik va kashlik ko'ydirma qurbonliklarini uningda qilishga boshladi. Ular Tavrat qonuniga binoan kap tikish heyti qilib, har kuni tegishli ko'ydirma qurbonlikni qildi. Uningdan boshqa ular yana kundalik, yangi oy va Parvardigor bekitgan heytlarda qilishga tegishli ko'ydirma qurbonliklarni qilishga boshladi. Shuningdek ular Parvardigorga xolis hadiyalarini taqdim qildi. Ruhaniylar kap tikish heytidan 15 kun burun Parvardigorga atab ko'ydirma qurbonlik qilishga boshladi. Bu ibodatxonaning uli texi qo'yilib bo'lmagan vaqt edi. Shuningdan keyin xalq toshchi va yog'ochchilarni yollab, tirliqlar va sidonliqlarning kedir yog'ochlariga yemak-ichmak va zaytun yig'ini tegishdi. Bu yog'ochlar dengiz orqali Livandan Jaffa shahriga elib kelindi. Bu ish Persiya podshohi Korashning ruxsati bilan bo'ldi. Xalq surgundan Yerusalimga qaytib kelgandan keyinki 2-Atyozning o'ttirlarida Xudoning ibodatxonasining qurilishi boshlanib ketdi. Bu xizmatga Shealtielning o'g'li Zerubbabel, Yozadaqning o'g'li Yeshua ham boshqa ruhaniylar, Laviylar va qaytib kelganlarning hammasi qatnashdi. Laviylarning 20 yoshdan yuqorilari ibodatxonaning qaytadan qurilish ishlarini nazorat qilishga tayinlandi. Yeshua bilan uning o'g'illari va qarindoshlari, Qadmiyel va uning o'g'illari, ya'ni Hudaviyaning avlodlari, ibodatxonada ishlayotgan ishchilar ustidan nazorat qildi. Laviylardan bo'lgan xinodatning jamatlarimi ularga yordamlashdi. Ular ibodatxonaning ulini qo'yib bo'lganda, ruhaniylar to'nlarini kiyib, kanoylarni tutib, har qaysi o'z o'rinlarida turishdi. Laviylardan bo'lgan Asavning avlodlari janglarni tutib turishdi. Ular Isroiliyaning sobiq podshohi Davudning ko'rsatganidek Parvardigorni madhiyaladi. Ular madhiya va minnatdorlik bilan Parvardigorga atab aytishlarni o'tkazib, Parvardigor shafoatlikdir, Isroiliyaga bo'lgan mehr muhabbati mangulikdir deyishdi. Ondan barliq xalq unlik var qarab Parvardigorga madhiyalar o'qishdi. Chunki ibodatxonaning uli qo'yilib bo'lgan edi. Lekin burunqi ibodatxonani o'z ko'zi bilan ko'rgan, nurg'un yashangan ruhaniylar, laviylar va jamoat boshliqlari hozirgi qo'yilgan ulni ko'rib, azoblanib, un selib, yig'lavatdi. Boshqalar bo'lsa, qiyqas chiqarib, tantana qilishdi. Bu sadolar palakka yetganlikdan hech kim tantani sadosi bilan yig'izar ovozini farq etolmaydi. Ovozlar yiroq joylardan anglanib turadi.